Vodiyliklar qizini sarposi uchun nechta ko'rpacha, nechta yostiq oladi? Videoni oxirigacha ko'ring, hozir ko'rib chiqamiz. Общий komplekt 24 ta ko'rpacha, 24 ta yostiq berilgan mijozimizga. Ko'rpachalarimiz 3,5 metr holatda, ichiga toza 7 kilo paxta solingan. Kopiylar eng qalin, eng yaxshisidan qo'yilgan. O'g'illarga e'tibor berasizlar. Sizni viloyatingizda nechta ko'rpacha, nechta yostiq qilinadi? Kommentariyada yozib qoldiring. Общий komplektga shunaqa xatircha bo'lishni bonus qilib berganmiz. Biz vodiyda qaynasiga alohida qilib 4 ta ko'rpacha, 4 ta yostiq beriladi. Bunisini ham turetskiy ko'rpacha qilib berganmiz. Bunda ham xuddi shunaqa 7 kilo toza paxta solingan. Общий komplekt narxi mijozimizga 19 million so'mga to'g'ri kelgan. Shunda bir dona seri ko'rpachamiz, ballushniy ko'rpachamiz donasi 680 ming so'mdan, bir dona yostig'ining narxi 160 ming so'm. Elektr svetli ko'rpachamizni bir donasi 440 ming so'm, bir dona yostig'ining narxi 125 ming so'mga to'xtaydi. Sizlarga ham shunaqa sifatli ko'rpachalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha bepul. Buyurtma berish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Ko'rpachalar sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.